Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ro'zalarni ham boshlab oldik. Ro'zani tutayotgan paytimizda suyuqlikni kam iste'mol qilganimizning hisobiga qonlarimiz juda ham quyilib ketadi. Ayniqsa onaxon, dadaxonlarni davleniyalari oshib ketadi, qonlarini quyuqlashib ketganlarni hisobiga. Mana bunaqa Yaponiya brendiga tegishli mana bunaqa choylarimiz juda ham asqotadi hozirgi ro'za paytimizda. Buni tarkibida imbir bor, jenshen bor, har xil yagidali, o'simlik, giyohlar, har xil giyohlardan tayyorlangan choylarimiz. Har biri alohida idishda bo'ladi. Bitta choynak choyga damlab, saharlik paytida shu choylardan iste'mol qiladigan bo'lsanglar, kun davomida qoninglarni suyultirib, qon aylanishini ta'minlab beradi. Davleniyalarni ham normada ushlab turadi. Keyin yoshi katta insonlarimiz ham bemalol davleniyalari oshmasdan ro'zalarini mukammal tutishlariga yordam beradi. Ko'proq ma'lumot uchun direktdan yoki kommentariyadan choy so'zini yozib qo'yadigan bo'lsanglar, to'liq ma'lumotlarni, narxlarini jo'natib qo'yamiz. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Murojaat uchun opisaniyada raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mani yo'qotib qo'ymasligi uchun podpiska tugmasini bosib, yuragimni qizartirib qo'yish esinglardan chiqmasin.